Assalomu alaykum, aka-ukalar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Xonadoninglar tinchmi? Endi bu yog'iga sekin yangi videolar chiqarishga harakat qilamiz. Ma'lumot o'rnida bir narsa yetib o'tib ketishim kerak. Odamlar har xil gap so'z bo'lar bo'lmas gaplarni gapirishyapti. Maqtanchoq ekansiz, O'zbekistonniki yo'qmi? Yo'q, deb yozishibdi. Okalar, O'zbekistonda mana o'zbekning qoni bor-ku, mana xoros temasida o'zbekning qoni menimcha O'zbekistonda qolmadi. Men bir 40 yil oldin bo'lgan, ana to'nka tojlar bo'lgan, to'nkalar bo'lgan, lekin ular hozirgi xorozligi yurmaydi. Chunki hozirgi xorozlar ancha aqlli. Kaltigi ham kuchli, yurug'i ham kuchli, qoni ham kuchli. Eski o'zbek zotlarnikidan eski o'zbek kaptarlar bor, qopqon, tasman, uddi, chinni, mana shunaqalar bor. Lekin O'zbekistonni xorozi menimcha eshitmadim hech qayerda. Hamma kimdan so'rasang Koreya, Yaponiya, mana bu Yapon shami, toza Yapon shami. Kecha buni sherigi kelgan. Olib keltirdik kecha soat 12 da aeroportdan, tamojnidan olib chiqib oldim. Buni men urishtirdim. Vobshe qattam ekan bu jonivor. Armatura bo'yatdi. Buni qiltiruv bo'lsa ham, lekin juda chayir xoros ekan jonivor. O'shim qattu. Buni sherigi mana kecha yetib keldi bizga. Kecha soat 12 da 12:30 da olib chiqib ketdim. Toza Yapon xoros, katta do'rida yutgan. Endi O'zbekistonda o'ynamagan, o'sha Yaponiyada o'ynagan. Привозной mana, toza привозной Yapon. Xudo xolasa buni ketidan tovug'i kelyapti. Xudo xolasa buni ketidan tovug'i kelyapti. Yapon shami u ham olib keltiryapmiz. Shunaqa gaplar, aka-ukalar. Men nimaga maqtanaman, nimamga maqtanaman men? Endi bor narsani ko'rsataman. Mana Yapon shami mana. Men bilan Koreya. Men bilan Koreya. Hammasi привозной endi nima qilay? Borini yetaman-da zotini, qonini etib sotaman. Boshqa nima qilish kerak? Men bilan mana shu xoros toza Koreya. Yulduzchani navara qizi, ana tovuq, qora tovuq, bedanapar toza Koreya bu ham. Koreya tovuqlarim bor menda. Nimamga maqtanaman? Men maqtanadigan bir narsa qilib bir ish qoyillatmaganman, lekin tovuq xorozni o'zim uchun boqib qo'yganman. Chiroyli qilib, xudo xolasa. Keyin yana bir narsani aytib o'tay, mana xorozda yo tovuqda 10 xil qon bo'lib ketadi o'zi. Ota tarafda 10 xil qon, ona tarafda 10 xil qon. U zot ayniydi o'zi. Buni kaptarvozlar, yaxshi kaptarvoz, yaxshi xorozvozlar tushunadi. Nima deyotganimni. Ota tarafda 10 xil qon, ona tarafda 10 xil qon. Ikkalovi qo'shiladi 20 xil qon. O'sha zot tayini bo'lmaydi, u zot bo'lmaydi o'sha. Nima aytsa egasi ham yelkasini siqib, bilmadim, Koreya deb oladi. Toza qonlar mana mashalar, toza qon. Menda endi borini ko'rsataman, borini aytib o'taman. Men maqtanmayman, mana borini aytaman. Borini aytib o'taman. Toza Koreya. Toza Yaponiya deyman. Nima qilay? Borini ko'rsatamiz-da, to'g'rimi? Bundan ortiq nima deyish kerak endi? Mana men bitta Koreya tovuqlarim bor, mana shu ikkalovi ham toza Koreya tovuqlar. Ikki turli bo'lyapti, sariq oyoq, sariq tumshuqlar. Bolani juda qattiq beradi bular. Men o'sha buni bolalarini oldim. Bu yilgi sezondan ham bolalari bor, xudo xolasa. Mana tovuqlar. Toza qonli tovuqlar. Qoni ota taraf ham, ona taraf ham toza Koreya. Hech narsa aralashmagan. Mana toza qon deb mashlan aytadi. Odamlarda xoros ko'p, xoros tovuq ko'p. Hammada bor xoros tovuq. Lekin yaxshisi kam. Yaxshisi chiqib qoladi, o'tda chiqib qoladi.
Misol uchun chiqib qoladi, o'shalardan katta do'ralarga chiqadi. Bekordan bekorga do'ralarda o'ynashyapti-yu mana odamlar. $10,000, $20,000 tikib xo'roz o'ynashyapti. Qattan o'sha tuguni o'shalar bilan borib egalari bilan gaplashsanglar, sizlarga tushuntirib o'tadi u qatti xo'rozi, qatti tovuqi, onasi kim, otasi kim sizlarga polni tushuntirib o'tadi o'sha odamlar. Shular bilan gaplashib ko'rsanglar, bilasizlar. Nima to'g'risida gapirayotganimni. Sizlar o'zingizlar olib, ko'paytirib, zot qilganinglardan keyin bilasizlar nima to'g'risida gapirayotganimni. Shuning uchun negativchilar men negativga e'tibor bermaslikka harakat qilaman. U baribirga odamni jahli chiqadi. Shu negativchilar meni ro'paramga chiqmaydi-da, misol uchun. Ro'paramga chiqsa-yu nima qilishni o'zim yaxshi bilaman. Ro'paramga chiqib qolsa nima qilishni juda yaxshi bilaman o'zim. O'shanga aytaylik ukalar, gaplarimga e'tibor bermanglar. Keyin yana bir narsani ko'rsatib o'tay. Mana men hozir bug'doy pishiryapman, mana bug'doy. Bug'doy pishib chiqadi, qaynab pishib chiqadi, 4 soat pishadi bu. Keyin muzli suvda sirazi chayib tashlayman buni. Shirasini ketqizaman, aynimaydi o'shanda. Butun turadi. Shunaqa gaplar aka-ukalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.